Bu dunyoda odam ovi insonlar ko'p, ya'ni ular insonlardan iloji boricha uzoqroq bo'lishga harakat qilishadi va kam muloqot qilishadi. Bu kinoda esa o'sha odam ovi insonlarning Ultra Pro Max variantini tomosha qilamiz. U nafaqat odamlar bilan gaplashmasdi, balki sevgan qizining karavot ostiga yashirinib yashab yurardi va dahshatli narsaga guvoh bo'ldi. Kanalimizda videolar tez-tez chiqishini xohlaysizmi? Unda obuna bo'lmasdan tomosha qilayotgan bo'lsangiz, hoziroq obuna tugmasini bosib qo'ying va podpiskalar qanchalik tez ko'paysa, tez-tez video chiqaraman. Video boshlanishidan oldin like bosib qo'yishni ham unutmang. Ты не человек. Naotda hech kim sezmaydigan yosh yigit, xuddi hayotda mavjud emasdek, u atrofdagilarga shunchalik befarqki, haligacha bir qizning karavot ostida yashirinib yashab yuribdi. Naotda karavot ostida umrining bor vaqtini o'tkazardi va shunday bo'lishiga qaramay, bir kun o'zida kuch topib, karavotdan chiqib uy egasi Tehiraga sevgi izhor qilmoqchi. Lekin Tehiraga uning sevgisi nafik kerakmas ekan, chunki bir erkak bilan yotoqxonaga qaytib karavotni qilishadi. Yaponlarning o'zi qiziq, o'zidan ham jinsiy aloqasi qiziq deganday, ular deb baqirishib yotganda, karavot ostida yotgan Naotda shartta qo'lchaga tuflab ishtonni ichiga soldi. Naotda bolaligidan odam ovi bo'lgani, shuning uchun uning do'stlari yo'q edi. Hattoki sinfdoshlari ham uning bor yo'qligini payqamagan. Bechora bolani hattoki Venetkaga rasmga tushishga ham chaqirishmagan. Universitetda dars paytida o'qituvchi birinchi marta Naotdaga savol berganda hamma narsa o'zgardi. Notanish qiz Naotdaga ismi bilan murojaat qilib unga to'g'ri javobni aytishda yordamlashadi va yigit hayajonlanib qoldi, chunki bu lapashang umri davomida oilasidan boshqa hech kim bilan gaplashmagan. Naotda imkoniyatni qo'ldan boy bermasdan darsdan so'ng Tehirani kofe ichishga taklif qiladi, yaqinroq tanishish uchun. Yigitni og'zidan gap olishdan ko'ra quturgan itni og'zidan suyak olish osonroq ekan. U butun suhbat davomida zo'rg'a bitta gap gapirdi. Shu ham bo'lsa, tovuq birinchi paydo bo'lganmi, tuxummi? 11 yil o'tgach Naotda hali ham o'sha uchrashuvni esdan chiqarmaydi va u bilan yana bir bor uchrashishni orzu qiladi va telefon raqami va internet geolokatsiyalari orqali qizning manzilini topib, uning shahriga boradi. Boshqa shaharda dovdirab qolgan Naotda hamma ko'chalarni qidirib sevgilisini uchratishga umid qilmoqda va bir necha kundan so'ng u qizni topishga muvaffaq bo'ldi. Yigitning miyasida majlis ketmoqda. Unga nima desam bo'lar ekan, u shapaloq tushirib qolmasmikan deb, u boshi bilan kelisha olmay turgan payt esa qiz unga e'tibor ham qilmasdan oldida indamay o'tib ketadi. Tehiraning ko'zlaridan emotsiyalar yo'qolgan, chehrasini ma'yuslik qamrab, yoqimli atir hididan asar ham qolmagan. U xuddi qalampir yeb qo'yib bir necha kundan beri tualetga kirishga qo'rqayotganlarga o'xshaydi. Hafsalasi piri bo'lgan Naotda qizga nima bo'lganini bilishga harakat qiladi va qizga yaqin joydan ijaraga uy oladi. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. U akvarium aksessuarlari do'konini ochdi va xonasini bezatish uchun katta qilib qizning basharasini yopishtirdi. Bo'lajak uchrashuvga tayyorlanish uchun esa manekenga Tehira kiygan libosini kiydirib, manekenning ko'kragini ushlaydi va uni haqiqiydek tasavvur qiladi. 11 yil oldin Naotda Tehiraning uyiga kichkina guppilarni ko'rsatish uchun keladi va tasodifan qizning yumshoqqina joyiga qo'li tegib ketdi va o'shandan beri uni ushlashni orzu qilmoqda. Video kamera orqali yigit Tehiraning uyini kuzata boshlaydi va ma'lum bo'lishicha qizning eri va bolasi bor ekan. Naotda ko'zini o'zmasdan kech bo'lguncha uni kuzatadi va Tehira hammomdan chiqib artinayotganda to'satdan sochiq tushib ketdi va takrorlanmas manzarani ko'rgan Naotdaning Ilona zavri uyg'onib ketadi. Keyingi 10 kun avvalgidan farq qilmaydi, lekin 2 hafta o'tgach Tehiraning eri Kantara komandirovkadan qaytdi. Erkak o'zini tajovuzkor tutadi va xotinini yotqizib olib ayamasdan tepadi. Naotda yordam berishni xohlaydi, lekin bu vaziyatda u faqat kuzatishga majbur, chunki er-xotinning o'rtasiga tusha olmaydi. Ertasi kuni er-xotin baxtli oiladek o'zlarini tutmoqda, xuddi kecha hech narsa bo'lmagandek, lekin Tehiraning yuzidagi ko'karishlar buning aksini ko'rsatmoqda. Qizni yalang'och paytida suratga olishga ulgurgan Naotda esa sonni ko'pirtirib o'zini o'ziga olaydi va qizga har oyda bir marta guldasta yuborishga qaror qiladi, go'yo unga hamdardligini ishora qilib. Ayol begonalardan gul qabul qilmaydi va eri noto'g'ri tushunib uni yana kaltaklanmasligi uchun gulni axlatga tashlaydi.
Biroz vaqt o'tgach Tehira qizi bilan Naotaning do'koniga tashrif buyurdi. U avvalgidek guppilardan qo'rqar ekan va sotib olmaydi. Yigitning esa do'briligi tutib, baliq, akvarium yana bir nechta jihozlarni hadya qiladi. Tehira chalg'ishi bilan yigit uyning kalitini o'g'irlaydi, o'z rejasini amalga oshirish uchun. Naota sevgilisiz hayotni tasavvur qila olmasligini tushundi va unga yanada yaqinroq bo'lishga qaror qilib, ayolning uyiga tinglash moslamasini o'rnatdi. Biroz vaqt o'tgach u ikkinchi buketni yuboradi, lekin Tehira uni yana aqlatga uloqtiradi. Kechqurun eri xotiniga yana tajovuzkorlik qilib, sasib ketgan oyog'ini yalatdi, yetmaganiga uchinchi oyog'ini ham va bularning barchasini Naota eshitish moslamasi orqali tinglab turgandi. Shunday bo'lishiga qaramay, u hali ham qizdan ko'ngli sovigani yo'q va hali ham labidan o'pishni orzu qilmoqda. Sevgan qizi boshqasining surnayini chalayotganiga qaramay, yigit ham bo'sh o'tirmay deb qo'l yumishini boshladi va qizning ovozini zaps qilib qo'ydi, yana shunaqa qo'l yumushlarni qilib turish uchun. Ertasi kuni Naota Tehiraning uyiga akvariumni tozalash uchun yashirincha kirdi. Yigit ketmoqchi edi, ammo qiz uyiga qaytayotganini ko'rib, endi kech bo'lganini tushunib oshxonaga yashirinadi. Qo'rqib ketgan qiz uyda kimdir borligini payqaydi, lekin buni xayolida bo'lgan deb o'ylab politsiyaga xabar bermaydi. Bir necha kundan so'ng Naotaning do'koniga Tehira tashrif buyurib baliqlar uchun ovqat sotib olmoqchi. Yigit o'zida jasorat topib qizga madlin ichishni taklif qiladi. Bu qizning sevimli kofesi turi. U ketgandan so'ng sevgilisining labi tekkan bokalni yigit o'padi, xuddi uni o'payotganday tasavvur qilib. Uchinchi gul buketi ham axlatga tashlandi. Shuning uchun yigit dadil qadam tashlashga qaror qilib, Tehiraning uyiga kirib kravat ostiga yashirinadi va tez orada pushaymon bo'ladi. Chunki qiz eri bilan xonaga kirib kravatga qo'shiq aytirishni boshlaganda Naota qichqiriqlarni tinglashga majbur. Yigit shu yerda ham xayolga berilib, Kantaraning o'rnida o'zini tasavvur qilib yubordi. Kechqurun Naota kuzatishni davom ettirish uchun tashqariga chiqdi, lekin to'satdan Kantara xonaga qaytadi. Ma'lum bo'lishicha, u sevgi xatini topib, rashk mojarosini boshlamoqchi. Tehira o'zini oqlamoqchi, ammo eri unga musht tushirib va sochidan ushlab hammomga sudrab olib boradi. U xotinini cho'ktirmoqchi. Bu narsalarni ko'rib turgan Naota esa hali ham qo'rqib bekinib o'tiribdi. Kechasi yigit kravat ostidan emaklab chiqib, qizni xonasiga olib kirib, tanasini biroz qizdirdi. Tehira o'ziga kelganda atrofida hech kim yo'q edi, lekin begona erkakning hidi bor. Qiz uni qo'riqchi farishta deb ataydi. Naota yana xayolotga cho'ng'ib ajoyib bir tush ko'radi. U go'yoki Tehirani bir yigitning qo'lidan Superman deb qutqarib qolgan va evaziga o'pich bilan somsa olgan. Uyg'onganda qo'l qovushtirib o'tirmaslik kerakligini tushunib, elektroshoker sotib oladi va qizning uyiga qaytadi va kechqurun Tehira eridan kasal otasiga qarashga yordam berish uchun onasining oldiga borishga ruxsat berishini so'raydi va ularning yana bir suhbati janjal va kaltak bilan tugadi. Buni ko'rgan Naotaning yuragi bachadoniga tushib ketdi. Yo'q, bunda bachadon bo'lmaydi. Oshqozoniga tushib ketdi va erkakni to'xtatishdan qo'rqadi. Biroz vaqt o'tgach Naota o'z uyiga qaytib yig'laydi va nochor va qo'rqoqligi uchun qizning portretidan uzr so'raydi va o'zini elektroshoker bilan jazoladi. Buning natijasida hushini yo'qotdi. Ertalab Naota qizning uyida yana janjal bo'lganini eshitdi. Natijada Tehira bolasini olib mashinaga o'tirib bu yerdan abadiy ketmoqchi. Naota qizga yetib olishga harakat qiladi, lekin uni politsiya to'xtatdi. Chunki u kecha uxlab qolib xaridorlarga yem sotmagan va ularning baliqlari o'lgan. Naota bolaligidagi og'riqli voqeani eslaydi. O'shanda otasi uni mashinaga qamab qo'ygan. Bu esa bolaning miyasiga psixik ta'sir qilib, o'zini xuddi tosh ostiga yashiringan qurtdek his qila boshlagan. Yigit yolg'ondan charchagan holda uning boshida yashovchi Tehira bilan bo'lgan barcha xotiralar yolg'on ekanini tan oladi. U hech qachon qiz bilan kofe ichmagan va uyga akvarium olib borib, tasodifan qo'li ko'kragiga tegib ketmagan. U erisha olgan yagona narsa bu qiz ichgan bokalni yalash. Yigit yana stressga tushib, qo'llari bilan dondonzik o'ynashni boshlaydi, chunki u bundan boshqa hech narsaga loyiq emas va o'zini hayvondek hayot kechirishga majbur deb hisoblaydi va manekenni sindirib, qizning portretini yirtib tashladi. Bu vaqtda eridan qochib mehmonxonaga yashiringan Tehira tinglash moslamasini payqab qoldi. U noma'lum odam bilan bog'lanishga harakat qiladi, lekin to'satdan eri eshikni taqillatadi. Kantara xotinini topib kelgan va endi uni o'ldirishi aniq. U ayolni avvaliga urib, azoblab, keyin o'ldirmoqchi. Ammo so'nggi lahzada Naota sevganini qutqarib qoladi. Ma'lum bo'lishicha, u yana kravat ostiga yashiringan va qizga yordam berish uchun pastga tushgan. Tehira shuncha azob chekkani uchun erini o'ldirishni xohlaydi, ammo Naota bu vazifani o'z bo'yniga oldi va yigit qizning hayotida hech qanday ahamiyat kasb etmasligini tushunadi. Naotani politsiya hibsga olganda Tehira uning orqasidan kelib, uni yana ismi bilan chaqiradi. Qiz nafaqat sinfdoshining ismini esladi, balki vannada uni qutqarib qolgan qo'riqchi farishtasi u ekanini bildi.
Qiz bilan birgalikda Naotta ham yig'lamoqda, lekin bu baxt ko'z yoshlari, chunki birinchi marta kimdir unga muhtoj va endi u yolg'izlikni his qilmaydi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.